Assalomu alaykum. Oltin Chorva kanali obunachilar, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Qo'chqor ishqibozlari, qor ixlosmandlari. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Namuna mahallasiga Ilg'or akamizga borib kelganmiz. Shunaqangi go'zal holatdagi boqma qo'chqorlarni videosini qilganmiz. Xudo xolasa sizlarga ularni to'liq ma'lumotlarini hozir Ilg'or akamizdan olib ko'rsatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, havas qilganlar bittadan dahshatli layklarni bosib, nasib qilsin deb kommentariyada yozib qo'yamiz. Shunaqangi holatda, go'zal holatda qo'chqorlarni boqib, xonadonimizda o'stirish nasib qilsin hammamizga. Mashalloh. Go'zalmi? Videodan layklarga aziz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi sotuvda Xudo xolasa qo'chqorlarimiz avval boshdan videomizni yurgizib, qo'chqorlarimizni videolarini, yurishlarini ko'rsatib beramiz. Bu yerda 4 bosh. Mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa shunaqangi boqma qo'chqorlarimiz go'zal holatda. Mashalloh. Kejonon bu yoqqa seni. 1 2 3 4 bosh. Mana kuzatuvchilar. Mashalloh. Maşallah. Hurmatli kuzatuvchilar, bugunga shu qo'chqorlar ichida bu yerda 40 bosh, bulardan 15 bosh xudo xolasa sotiladi. To'liq ma'lumotlarni hozir akamiz o'zidan so'raymiz. Narxlarini nech pul, taroziga nech puldan kelishamiz, shularni hammasini so'rab o'tamiz. Xudo xolasa iloji boricha biz dehqon xonadonidamiz. Bu yoqiga o'ylanadigan holatda xudo xolasa o'zingizlar kelib ustida turib barakasini qilib olib ketsanglar ham unda ham juda go'zal bo'ladi. Manzillarimizni eslatib beramiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Namuna mahallasida. Xudo xolasa Oltinko'l markaziy shifoxonasining orqa tarafida joylashgan manzilimiz. Bu yog'i dehqonchilik aytib o'tamiz, eslatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, dehqondan o'zingizlar bilasizlar, talashib, tortishib, barakasini kelishib olaverasizlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamaysiz? Salomatmisiz? Siz charchamayapsizmi? Tinchmisizlar? Rahmat. Aka, narxlarini o'zingiz bir qator aytib bering endi, kuzatuvchilarimiz xudo xolasa narxlarini kutib turishibdi. Xudo xolasa bu qo'chqorlarimiz hali tish yorgani yo'q, bu ikkalasi qo'zi qo'chqorlarimiz. Qo'zi qo'chqorlar. Naslga urug'ga qo'shaman deganlarga ham qulog'ida Qirg'iziston birkadami bunisi? Aha, ikkalasi ham berkasi bor edi, buni keyin tushib ketib qolgan. Ikkalasi ham billa olingan. Xudo xolasa narxlarini 7,5 milliondan deb aytyapmiz. Bu ikkosiga 7,5 million so'mdan kilosiga ham kelishamiz. Shu bozorlarda yemlangan qo'ylar nech puldan sotilayotgan bo'lsa, shunaqa narxlardan xudo xolasa kelishib o'tib beramiz. 80 ming so'mdan deyapmiz. Kilosiga 80 ming so'mdan narxlanayotgan qo'chqorlarimiz. Hozir bugun ham bozorda kuzatdik. Shunaqa 80 ming, balati 85 minggacha sotildi. Yana bu yerda yana 4 bosh bu ko'ramizda. Ularimiz ularga nisbatan ozgina kichikroq. Ularimiz tish yormagan aka? Tish yormagan. Ichida tish yorgan ham bo'lishi mumkin bir donasi. 2 yashar. Menimcha shu qorasi 2 yashar bo'lishi kerak. Qolganlari hali tish yorgani yo'q. Orqa boshlarini videolarimizni boshlarida qo'yib ketdik, hurmatli kuzatuvchilar. Bemalol bularni qanaqadan aytamiz aka narxlarini? Ularni 6,5 million so'mdan narx aytamiz. Kelib ustida ko'rib barakasini qilsa bo'ladi. Xudo xolasa kelishamiz. Ularimiz qo'rada shunday holatda xudo xolasa boqilib ketiryapti. 3-chi qo'ramiz hisoblanyapti. Bunisi endi aka mana xudo xolasa orqa boshlarini qo'ylarda. Maşallah.
Güzel. Bularga necha puldan aytamiz aka? Bularga 7 million so'mdan narx aytamiz. Aha. Xudo xolasa kelishamiz. Bularni 1-200 ming ham so'm taroziga- plyus minuslari bor ichida endi. Ustida turib qaysi birini tanlab, agar dastavkalari degan yerlari ham bo'lib qoladi, uzoq masofadan turib. Aka, musofirlardan turib ham kuzatadigan kuzatuvchilarimiz bor. Aka deb turib ko'rib turib qaysi birini skrinshot qilib ko'rsatib, Telegram manzillaringizga tashlasa, unisini nima dastavkalarini? Unisining dastavkasini kelishamiz. Xudo xolasa Andijon viloyati bo'ylab dastavkalarimizni qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Mashalloh, zo'r. Endi 3-qo'ramiz, 4-qo'ramiz bo'lyapti. Menga güzel. Bular nima deyapti? Bular qoradan qo'raga o'tgan sari hammasi boshqacha ko'rinib, meni ko'zimga yana ham go'zal ko'rinyapti. Bu qo'chqorlarda hammasi mashitdan bu yoq hammasi 120 kundan beri yem yeb turibdi. Bu mashindan boshlab hammasi 120 kundan beri yemlab turgan qo'chqorlar. Bular sarig'imiz misol 4 yashar, bunimiz 2 yashar, bu ham 2 yashar, bunisi ham 2 yashardan. Bunisi ham Qirg'iziston birkada. Aha, Qirg'iziston. Mashalloh. O'sha chegaralar ochilgan paytda olib o'tirgan bozorlardan olganmiz. Zo'r. Bularga necha puldan narx aytamiz aka? Bularga 8 million 200 ming so'mdan narx aytamiz. Standart to'rovi 8 million 200 ming so'mdan. 8 million 200 ming so'm. Yo'q aka, men turish uchun olmayman, kiloga olaman deganlariga, Kiloga olaman deganlarga masjiddagilarda hammasini 80 ming so'mdan qo'yib beramiz. hammasiga 80 ming so'mdan qo'yib berilaveradi. Aytib. Mana Bu yerda yana ikkitasi bor, qo'zi qo'chqorlarimiz. bular ham tish buzmagan, a? Yo'q, bular ham tish buzmagan, hali yosh. Go'zal. Bularga necha puldan baho aytamiz aka? Bularimizga 6 million so'mdan narx aytamiz. Bularimiz ham tirigiga 80 ming so'mdan kelishaveramiz. O'zi qo'zi qo'chqorlarni unaqa 80 ming so'mdan bermasa kerak. Bularda ham 80 ming so'mdan kelishaveramiz, xudo xolasa. Kelishadigan holati bor. Kam xayri bor, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mana shulardan iborat edi. Biz 15 bosh qo'chqorimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Yo'q, o'zim kelib kuzatib, ko'rib, ustida yebishlarni, ham bo'ybastlarini o'lchab, taroziga olib ketaman deganlarga tarozi ham bor shu yerda o'zida tortishib, ko'rishib, bozordagi singari xudo xolasa barakasiga ham kelishiladi. Inshaalloh, eng asosiysi agar masofadan turib olaman deydiganlar bo'lsa, zaklatini 1 million 1,5 million zaklatini tashab berasizlar. Xudo xolasa qolganini xonadoningizga borganda ustida turib pulni sanab kelishaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu qo'chqorlar nima bilan boqildi deb savol berib qoladigan yeriga quruq o'tlar bilan faqat arpa, yorma, bug'doy, makka berib akamiz boqadi. Bu yog'i haqiqiy dehqon uydamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Lekin shunaqa qilib qo'y boqishda havas qilganlar bittadan dahshatli layklarni bosib videolarimizni qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lmasan ko'rayotgan akalarimiz, ukalarimizga aytib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'ying. Bu o'zingiz uchun foydali. Sababi bizni videolarimizni, shunaqangi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Arzon joydan, dehqonlardan sizlarga chiqaramiz, xudo xolasa. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolamiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bugungi shularni bittadan dahshatli layklar bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar.